Salom alaykum. Hozir mana Bulung'ur tumanidamiz. Qaysi qishloq bu? Jonxo'roz qishloq. Jonxo'roz qishlog'i ekan. Demak, sliva bog'ib olib turibmiz. Stenley navi bu necha yoshli? 3 yosh. 4 yosh. 4-bargi 3-yoshi. Demak, endi e'tibor beramiz. Mana bu yil o'sib chiqqan novdalar. Mana hali to'liq pishishga ulgurmadi, 40 sm. Slivalarda bitta shunaqa qoidalar borki, birinchi yil iloji boricha 40 dan kesiladi, 60 o'sadi, yana 40 qaytarib kelsa 40 dan olib chiqib, tegini baquvvatlashtirib ketish kerak. Birinchi 3-4-yillarda. Keyin bo'yiga yetib olgandan keyin bo'yidan qaytarib kesib turaveramiz. Endi hozir bu bog' slivani bilasizlar, sal Stenley navi yopilibroq o'sganning hisobiga buni majburlab ochishimiz kerak biz. Shunga harakat qilamiz va endi bu yopilib ketgan. Buni biz bu yoqqa kirishimizdan oldin shtamp sal uzunroq qo'yib qo'yib, nisbatan yaqin kesib qo'yishgan, 20 sm kesib qo'yishgan. Bu ham ozgina foyda bergan bo'lishi mumkin, lekin hozir umumiy hisobda buni yozgi kesishini biz sekin kesamiz. Demak, maqsadimiz ichkaridagi hamma gul kurtaklarga quyosh nurini olib kirib olish va nima qilamiz? Biz faqat tashqariga o'sgan liderlarni qoldirib chiqamiz. Yana bir tashqariga o'sgan liderlar bo'lib turadi bizga bu yerda. Menga o'xshagan mevasi yo'qmi? Olamiz bemalol. Bu yoqda mana. Buni olamiz. Mana bu ham turib turadi. Hozircha faqat maqsadimiz mevasi kam. Shuning uchun biz ichkaridagi gul kurtalarni pishirish bo'ldi. Boshqa maqsadimiz yo'q. Boshqa narsani o'ylamaymiz, faqat shu usulda ishlaymiz hozircha. Mevasi yo'q, mana bunaqa turuvchi liderlarni ham qo'rqmay olib tashaveramiz bemalol. Mana bu ikkita turibdi. Biz bu tomonga yo'naltirib turamiz hozircha. Qilayotgan maqsad quyoshga olib kirish. Buni keyin 40 sm dan kesishimiz kerak. Hozir buni kesib qisqacha ko'rsatib beraman va hozir kesmasligim sababini aytaman, chunki hali aytganimdek bu juda yumshoq. Hozir shart emas. Keyin oldik. Mana buni ham kesamiz to'liq. Hop, bu yoqdan buni olamiz. O'rtaga liderni yo'naltiramiz bu tomonga. Buni oldik. Tak, bu yoqda mana bu yerda mevaga qaytarib kesib turamiz mana. Bu yerdan buni olamiz. Endi bu yoqda mana ikkita turibdi, raqobatchi. Bu yerda bittasini tanlashimiz kerak bo'ladi. To'liq voz kechamiz bittasidan. Biz bundan voz kechib turamiz hozircha mana. Holatga keldi to'liq. Endi qilayotganda 40 sm dan taxminan qaytarib kesib chiqishimiz kerak. Tashqariga o'sayotgan bargga qo'yib kesamiz. Aslida xuddi mana bunaqa jigarrang tusga kirish kerak, tepa qismi ham. Shunda eng to'g'ri variant bo'ladi. Hozir nima qanaqa vaziyatga kelishini ko'rsataman sizlarga mana. Taxminan 40 qaychi 20 bo'lsa, tashqaridagi bargga qo'yib kesaman. Bo'yini bir xil qilamiz mana. Bunga tushadimi yo'qmi, ikkinchi masala bu. 40 ta tushmasligi boshqa masala mana. Kesdik. Hop. Bu yerda sal qalinroq olib tashlaymiz. Mana. Ko'rib turganingizdek, daraxt to'liq ochildi o'rta qismlari. Ya'ni kurtagi hamma mana shu qismini hamma joyida to'liq kurtalar pishadi nasib bo'lsa va mana bu daraxtni hozir urib qo'ygan joylarimizdan ham tomonlaridan ham kichkina gul kurtachalar chiqib hosilga yotadi bular. Ya'ni mamnuniyatli keladi bemalol. Buni bahorda qilishimiz ham mumkin agar suvda muammo bo'lib qanaqangidir har xil agrotexnikalarga xalaqit berish amallar bo'lsa, bahorga qoldirishimiz mumkin. Lekin umumiy hisobda mana shu ikkita daraxtga o'xshatib olib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni buni erta bahorda kelib bunga raqobatchi bo'lgan hammasini kesib bersa, bitta o'zini alohida olib chiqib ketaveramiz. Olxo'rlar uchun 6 ta 7 ta gacha shox, minimum 6 ta shox qo'yishimiz eng to'g'ri variant har doim hisoblanadi mana.